Frizi va Vizivatel. Alar haqida aytganda chaqiruvchi. Minecraftdagi eng qudratli moblardan biridir. Lekin ko'pchilik u aslida kimligi va qanday paydo bo'lganligini bilmaydi. Bugungi videomiz aynan shu haqida bo'ladi. Va siz nima uchun uni jodugar yoki chaqiruvchi deb atashlarini, nega u boshqa talonchilar kabi qirol olib yurmasligini va nega uni aynan o'rmon saroyidan yoki raid paytida uchrashi mumkinligini va ayniqsa nega aynan jodugargina totem tushishini va totem nimaligini bilib olasiz. Shoshmanglar do'stlar, videoni boshlashdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'shishni unutmanglar. Sababi biz bu oy 50 ta obunachi bo'lmoqchi edik. Agar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qolsangiz qulayroq o'rnashib oling, chunki biz Minecraft serverini boshladik. Uni nega jodugar deyishlariga sabab u Minecraftdagi hech qaysi mob qo'llamagan usulni, ya'ni Evoker Fungusni qo'llaydi. Bu usul bilan u yerdan maxluqqa o'xshash tishlarni chiqaradi va dushmanga zarar yetkazadi. U bu usulni qo'llayotganini bilish uchun undan tayyorlangan effektlarga e'tibor berish kerak. Agar undan qizil effekt tayyorlangan bo'lsa, undan uzoqroq qochish kerak. Uni chaqiruvchi deyishlariga sabab u jang paytida chaqiruv sehridan ham foydalanadi. U jang paytida kichik yovuz ruhlar, ya'ni Vexlarni chaqadi. Vex kim deganlar uchun u Minecraftdagi eleklarni yomonroq varianti deyish to'g'ri bo'ladi. Nega elek deganda, elek aynan o'rmon saroyining maxsus qafaslarida hamda avantpostdagi zaxira qafaslarida uchraydi. Bundan bilish mumkinki, Vex avval elek bo'lganligi va talonchilar, ayniqsa Evoker qo'liga tushgandan keyin yovuz ruhga aylangan degan taxmin to'g'riligi maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi nega jodugar boshqa talonchilar kabi qirol olib yurmaydi degan savolga, u chaqiruv sehrini qo'llay olishi hamda Evoker Fungusni qo'llay olishidir. Do'stlar, agar hali ham kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Sababi bizni 92% odam obunasini tomosha qilayotgan ekan. Shuning uchun ham obuna bo'lib qo'ying. Endi totem nima uchun jodugardan tushishi va totem nima ekanligini bilib olamiz. Totem oddiy sharoitda ishlamaydi. Uni ishlatish uchun siz halok bo'lishingiz kerak. Totem o'z egasini qutqarib qoladi. O'zi esa g'oyib bo'ladi. Lekin totem nega aynan jodugardan tushadi? Bunga birinchi sabab totemning ko'rinishi. Totemning ko'rinishi xuddi jodugarga o'xshaydi va u bilan bir xil desa ham bo'laveradi. Ikkinchi sabab esa ular o'zlarining boshlarini turli joylarga tushirishi, balki totemni ham xuddi shunday qilib tushirishgandir. Totemni kim yasaganini bilib oldik. Endi totem qanday yasalganini topishimiz kerak. Totemni yaxshilab kuzatsak, uni tarkibi Minecraftdagi turli rudalarga o'xshab ketadi. Ya'ni izumrud va oltinga. Bu ikki ruda totem tarkibida mavjudligini bilish uncha qiyin emas. Jodugar bu narsalarni qayerdan olgan desangiz, oltin o'rmon saroyidagi sandiqlarda bor. Izumrud esa har bitta talonchini o'ldirgandan keyin tushadi. Endi siz totem nimaligi va nega u aynan jodugardan tushishini bilib oldingiz. Endi biz uni nega aynan o'rmon saroyidan yoki raid paytida uchrashi mumkinligini ko'rib chiqamiz. Woodland Mansion, ya'ni o'rmon saroyi Minecraftdagi eng xavfli joylardan biridir. O'rmon saroyi faqatgina bitta biyomda, ya'ni Roofed Forestda uchraydi. Jodugar faqatgina bir marta spawn bo'ladi, ya'ni respawn bo'lmaydi, o'ldirilsa qayta paydo bo'lmaydi. Bu narsa uni qanchalik kuchliligini bildiradi. Nega unda biz uni raid payti ham uchratishimiz mumkin? Evoker raidning bosslardan biri hisoblanadi va u raidning oxirgi fazalarida kelib qo'shiladi. Bu holatda Evoker qishloqlarga hujum qiluvchi raid jamoasi tarkibida bo'ladi va ko'p marta spawn bo'lishi mumkin. Bundan ko'rinib turibdiki, jodugar ko'pchilikda uchramaydi. Jodugar kim deganlar uchun esa, jodugar qishloq aholisi sehrgarning yomonroq varianti degan fikr to'g'ri bo'ladi. Xuddi boshqa talonchilar ham bir paytda qishloq aholisi bo'lgani, lekin yomon yo'lni tanlab qishloqni qo'lganligiga singari. Umid qilamanki, siz jodugar haqida biroz bo'lsa ham ma'lumot oldingiz degan umiddaman. Do'stlar, agar video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Hamda izohlarga videoning sifati hamda montaj sifatini 10 ball sistemada baholab keting. Tomosha qilganingiz uchun rahmat. Sizlar Roland o'z kanalida bo'ldingiz.